Bo'ldimi? Tata taxi. Tata. Bo'ldi, to'shdi. Mening qaramtimni ko'r ola. Taqay, tata. Qarizni qezib bo'lsaq, kelar yili suyimiz mo'l bo'ladi. Buning bilan mevalarni o'xshaydi. Sen bu mevalarni to'yg'icha yalaysan. Undaqa hozirdan boshlab texim kuchab ishlayli, ha? Tata. Dada, terlerini sürtüp qo'yay. Nasibni aka, nayanglar, tunurdan yengil so'ygan issiqxona keldim. Qara. Mo'm burni bagina. Yo'q, sana demayman. Sen hiç qilgan tursan? Amsa, buni bilan almashtiraylik. Yo'q, almashtirmayman. Quduqni xeyli cho'nqur ko'ladik. Endi yanami cho'nqur ko'lash uchun qapoq chiroq bo'lmasa bo'lmaydi. Qapoqchiroq Umarning uyida edi. Umarchu, bugun hechib kelmabdi-ku. Tunikin tomoqni ko'p yeyilib, ichi surib qopti. Ay, bu Umarniza. Men boray, men Umarning uyiga berib chiroqni yeb kelay. Ma'qul, ber faqat. Gullar, ondan burni bagina. Xotirjam bo'linglar. Men cho'qim chiroqni yeb kelaman. Balam, nega mangda? Umarning uyiga chiroq og'ilib borman. Nasrdan qariz qazganda qapoq chiroq bo'lmasa bo'lmaydi deydi. Qapoq chiroq. Balam, kun pek issiq. Sen uyga berib aram ağın, ha? Chiroqni men yeb kelay. Oğlum, yürü, öyge ketayli. Bo'lmaydi, bu degan mening vazifam. Sana kava pişirip koydum. Pek mezilik. Öyge berip sıkıdı yava. Kavab. Dada, chiroqni cho'qim yeb kel juma, ha? Oy, baltırak bilgen bo'lsam, hergizmi bunda ko'p yovamagan bo'ldi. Voyjon! Boyxo'jam, uyimga kelib qoplig'i, ha? Ömer, turdun anlasam tünügün tamaqni köp yeb qursoqni ag'irtib opsan. Şunu seni yoqlab keldim. Yaxshi bo'lib qoldingmi? Hech ish yo'q, hech ish yo'q. Bizning uyga zada nima uchun keldilar? Qarag'anda hech ish yo'qdek turdi. Undaqda men bag'ay, xo'sh. Abba, pullarim yo'qtirdi-ku. Yutibdi. Nega tushib qolgandi? Ömer yordamlashib izlashpagina. Pullardan nega tushib qolganini men nereden bilay? Ömer, bana yardım qil. Agar Aliya pulni yuturib qo'yganimni bilib qolsa, meni hargiz bo'sh qo'yib etmaydi. Bo'ladi. Men azadni tashiraklik qilolmayman. Sen bek yaxshi jima. Boyxo'jam, bu yerda sizlarning tillanlari ko'rinmaydi-ku. Qapti men bugun pul elib olmagan. Şunu pulni yuturmadim. Xo'sh, men ketdim.